Assalomu alaykum. Dildor opa, yaxshimisiz? Men shu sizni darsliklaringizni YouTube'da bitta roligingizni ko'rib, keyin Telegram gruppangizga a'zo bo'lib, webinardan keyin kurs e'lon qildingiz. Soat shu 9:10 edi. Hech ikkilanmasdan shu kursga qo'shildim. Kechasi 9da Yandex chaqirib borib, to'lovni qilib, anchadan beri 3 yildan beri qarzdorlik masalasi, keyin shu ko'ngil xotirjamlik yo'q edi. O'shanga anavi qilib ikkilanib yuruvdim. Keyin shu webinardan keyin men shu kursga qo'shilaman inshaalloh. Mana shu kursdan keyin albatta inshaalloh menda xotirjamlik, yaxshi natijalar, qarzdorlik bo'yicha natijalar bo'ladi albatta deb, mana shu kursdan men albatta yechim topaman deb o'ylab, ilgari ko'p psixologlar bilan ham ishladim. Endi qanaqadir ko'nglim to'lmasdi. Shu kursga yozilganimdan keyin shu kursga yozildimi, ozgina vaqt o'tib Koreyaga ketishga dokument tayyorladim. Dokument tayyorlab tashladim. 7-dekabrda dokumentim tashlagan bo'lsam, mendan oldin sheriklarim 2 oy, 3 oy oldin tashlagan sheriklarim anavi qiluvdi. Shu darsni o'qib yurib, o'zimga ishonchim ortib, keyin men aytdimki, ulardan so'rasam bizga 2 oy bo'ldi, hali dokumentimiz javobi chiqmadi deb o'qildi. Men o'zimga qanaqadir ishonch bilan aytdimki, Xudo xolasa meni dokumentim shu 1 oyga yetmasdan chiqadi deb o'zimga ishonchim ortdi. Keyin shu bir kuni 8-yanvar kuni bozor kuni menga telefon bo'ldi. 1 oyga, rosa 1 oyda Koreyaga shu biznes viza bo'yicha dokumentim chiqdi. Keyin shu dokumentni to'lovlarimni qilishga qiynalib, qilib yurganimdan keyin, darsni boshlaganimdan keyin shu pul muammosi ham yechilib, shu ketma-ket pul takliflar bo'lib, qilib viza chiqqanimdan keyin ham endi yo'l ko'ra bu to'lovlarni qanaqa qilaman deb yuruvdim. O'zidan o'zi shu taklif kelib, menga kelib $8,000 shu ishlaringni yurg'izib ol deb bitta oshnam kelib, qora aka kelib, mana shu $8,000 shu qachon imkoniyatingiz bo'lsa berasiz deb shuna pullarni tashlab ketdi. Men bu kursda o'qib ancha xotirjamliklar, shu anular qildim. Hozir kelib 20-yanvarda kelib Koreyaga uchib keldim. Ishlarimga joylashib bordim. Kurslaringizdan minnatdorman. Sizga katta rahmatlar aytaman. Xudo xolasa inshaalloh keyingi kurslaringizda albatta o'qish menga ham nasib qilsin. Albatta o'qiyman. Bilim olgan sari hech nimani bilmaganimni bildim, angladim. Qarzdorlik masalasi bo'yicha shu qarzdorlik ko'p aytganman sizga. Shu o'zimizni qarzdor his qilib yurar ekanmiz, kimlarnidir oldida, ota-onamning oldida, keyin meni ota-onamning oldida. Shu narsalarni anglaganimdan keyin men o'zim xotirjamlik, bu ancha yengillik bo'ldi. Qarzdorlik, aybdorlik hissini chuqur angladim narsani. Ota-onamga ota-onamiz bizdan so'ramasa ham o'zimiz ichimizda shu aybdordek o'zimizni his qilar ekanmiz. O'sha narsani chuqur anglaganimdan keyin bu narsani angladim. Yaqinda umraga onam bilan borib keldim. O'shandan keyin ham qanaqadir xotirjamlik yo'q edi. Mana shu kursni o'qiganimdan keyin xotirjamlik bo'lib, o'zimni aybdor sanamaslikni qilishni imkon boricha, birinchi imkon boricha qo'ldan boricha kelguncha shu ota-onaga qilishni to'g'ri yo'lga soldim. Rahmat sizga. Ilmlaringiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Juda ham minnatdorman. Kursda o'qiganimga, menga nasib qilganiga Allohga hamdlar bo'lsin. Rahmat sizga.